Ulan yerda o'g'an ekanmiz. Og'an akamizmiz. Avvalda deb gapiring qiynimdan. 1 yil bo'ldi qiynimdan olganingizga. Sizlashingiz bormi? Qo'shib bering. Necha qo'shib bermaysiz? Men 200 ming puldan necha pul qilaydim hozir ishlatganimda. Men qanday bilay, qayerdan bilay qancha qilayman? Siz juda ham yaxshi bilasiz. Davay 100 ming TL bering. 100 ming, 100 ming TL. Nima uchun to'lamaysiz? Siz Xudoga shukr qilib qaytarib Men nimaga Xudoga shukr qilaman? Siz muttahammanmi sizga? Muttaham emas, shu tovani hozir davlat. Yana 200 ming pul necha pul qilaydi 1 yil davomida? Zakazat qilib beradi. 1 yil davomida men necha pul qilaydim 200 ming pul? Davay 100 ming to'lang. 232 ming beradi. Bu 300 ming so'm qilib berasiz. Bir templi yo'q. Berasiz. Aylak bering. Nima? Nima pulga yopishasiz? Bu yoqqa pulimni bermasam. Berilma. Berasiz. Sen so'raysan? Nima so'zlayman? Bering pulimni bu yoqqa. Nima aytasiz? Jungilar. Men oshib pulim bormi ya? Tuvba. 300 ming so'm qilib berasiz bu yoqqa. Berasiz. Bir tenqib Men shuni ko'chima beraman. Kvitansiyaning Men ko'chima beraman. Men pulga tipinga olmayman. Tuvba.